Assalomu alaykum Bag'dod obunachilari. Xudo xolasa mana 2026-yil 6-iyun holatidagi zavodimizda pishgan ishlarimiz chiqdi. Atlasniy holatda, sifatlari a'lo darajada bo'lgan Bag'dod ishlari. Razmerlari 25-12 razmerdagi vodiyning standart ishi. Sho'rin so'raganlarga xudo xolasa sho'rdan murojaat tushgani yo'q shu kungacha. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Yelin-Shuvenni qishlog'i orasida. Sho'rlamaslik darajasi yuqori bo'lgan Bag'dod ishlari. Kimga shunday ishlarimizdan kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib berilyapti, aloqaga chiqamiz. Zil chakalarimiz mana 4 litali mashinada kameraga olmanga degan joyidan-da. Kimga shunday ishlarimizdan kerak bo'lsa, pishgan ishlarimiz narxi zavodimizda 730 so'm, xomushlarimiz esa 380 so'mdan bo'lyapti. Xomushlarni qo'shni tumanlarga yetkazib berilaveradi. Pishgan ishlarimiz vodiy bo'ylab yetkazib berilaveradi. Hop, Toshkent, Voha taraflarga ham jo'natilyapti. Faqat ularning dostavkalari kelishilgan holatda narxi qimmat tushib qoladi.